Toshkentda sirli saroy mavjudligini bilarmidinglar? Ushbu saroy 1891-yilda Nikolay Romanov tomonidan qurilgan hisoblanadi va 19-asr oxirlarida Nubeu va Henselman tomonidan loyihalashtirilgan. Ushbu bino 19-asr oxirlarida qurilgan. Uning o'sha loyihasiga keladigan bo'lsak, modern va eklektik uslubida qurilgan. Ushbu binoning tashqi tarafida sariq g'ishtlar, temir panellar va o'sha bezamkor binolardan foydalanilgan va original oynadan qo'yilgan hisoblanadi. Binoning kirish qismiga keladigan bo'lsak, Nikolay Romanov ovchilikka qiziqqani uchun asosan haykallarni ko'rishimiz mumkin, xususan kiyik va kuchuk haykallardan tashkil topgan. Binoning ichki qismiga keladigan bo'lsak, ichki qismida maftunkor naqshlar, tilladan qilingan portretlar va fors va afg'on gilamlaridan tashkil topgan. 1918-yilda Nikolay Romanov o'limidan keyin ushbu bino muzey sifatida foydalanilgan, ammo bugungi kunda 2021-yildan beri restavratsiya qilinayotgani uchun ichidagi qimmatbaho buyumlarning barchasi O'zbekiston san'at muzeyida saqlanmoqda. Agar tarixga qiziqsangiz, albatta mana shu joyga kelishingizni tavsiya beraman. Bu yerga yiliga minglab turistlar chet eldan tashrif buyurishadi. Bunaqangi qiziq kontentlarni o'tkazib olmaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling.